Farid Usmon, Bobur podshoh. 18-qism. Boburning tushkun kayfiyati va kichik xon tog'asi bilan ko'rishish tafsilotlari. Bobur Toshkentda baribir muhtojlik va xorliklar tortganday bo'ldi. Garchi qarindoshlari uni yaxshi qabul qilgan bo'lsa-da, u o'zini shunday sezardi. Negaki navkarlarning ko'pchiligi tarqab ketishgan, o'z qo'lida yurti yo'q edi. Bu degani shahzoda bo'la turib, o'z uyiga ega emasdi. U bilan yurgan sanoqli kishilar ham yo'qchilik girdobida g'arq bo'lishayotgandi. Viloyati yo'qligi, viloyat umidvorligi tamom bo'lganligini tog'asi huzuriga kelgandan keyin yanada yaxshi his eta boshladi. Chunki tog'asi tish yorib, "Mana jiyan, sizga mana shu qo'rg'on, boring qo'lga oling, xotirjam odamlaringiz, oila a'zolaringiz bilan yashayvering" demayotgandi. Shunday deyishga qurbi yetsa-da, beparvo edi. Shunday Bobur tushgan kayfiyatda edi. Ko'rgan sargardonliklar, bir joyda qo'nim topa olmayotgani, yoshi katta bo'lib kishilar qatoriga o'tib borayotgani shahzodaga alam qilardi. Shundan ko'p o'y surardi. Bu holatlar joniga tekkandan o'ziga o'zi derdi: bunday qiyinchilik, yo'qchilik bilan tirik bo'lguncha bosh olib yo'qolib ketsam yaxshidir. Yana o'ziga o'zi: bu axir xorlik, zorlik-ku. Bu holatda yaqinlar ichida yurguncha, oyog'i yetguncha ketsa yaxshi emasmi? U o'yga berildimi, Xitoyga ketishni o'ylar, uning nazarida u taraflar yaxshiday tuyulardi. U bir kuni shu o'ylarni Hoji Abdulmakorimga, maslahatchisiga aytdi. U esa shahzodaga: Shayboq xondek g'anim yurtda paydo bo'ldi. Uning zarari Mo'g'ulga ham, Turkka ham yetdi. Hali hozir u kuchaymasidan turib, uni bartaraf etish kerak, deb javob berdi. Bobur uni tushunmadi. O'ziga o'zi: men bog'dan kelsam, u tog'dan keladi-ya, dedi-da qo'ydi. Bobur garchi shahzoda bo'lsa-da, tajribali, mamlakatdagi siyosiy vaziyatni to'g'ri baholovchi va undan ancha tashvishlanayotgan xonlar e'tiborini shunga qaratishga intilayotgan Hoji Abdulmakorimdek insonning asosiy maqsadi nima ekanligini nimagadir tushunmaganday edi. U o'ylagan o'ylari e'tiborsiz qolganidan keyin kichik xon tog'asini fikridan o'tkazdi. Hali umuman uni ko'rmagan bo'lsa ham, uni ko'rishga vosita izlay boshladi o'zicha. Lekin kichik xon tog'asini ko'rish, iloji bo'lsa undan madad olish o'ylarini hech kimga aytolmasdi. Hoji Abdulmakorimga aytsa nima derkin? Rozi bo'larmikin? Onasiga, yaqinlariga-ku bu gapni aytish to'g'ri kelmaydi. Katta tog'asiga aytish esa, undan ruxsat olish esa umuman bo'lmagan gap. U e'tibor topmaganidan ruxsat olyapti deb o'ylashi, qolaversa rozilik bermasliklari ham mumkin. Bobur shu o'ylarni o'ylab, boshi qotib yurgan kunlari birdan kichik tog'asidan kichik xon hazratlari kelyapti deb chopar kelib qoldi. Kichik xonning yaqin kelib qolganini aytishgach, uning istiqboliga Shohbegim, kichik xonning singillari Sulton Nigor xonim, Davlat Sulton xonim, shuningdek qarindoshlaridan Bobur, Sulton Muhammad xonika, Mirzo xon va hukumat xodimlari uni kutib olishga, istiqbollariga chiqdilar. Bobur hali umrida uni ko'rmagan edi. Uni kutib olgani chiqqanlar ichida Bobur biroz tezlab ketdi. Kichik xon tog'asini ko'riboq otdan tushdi. Xon ham shahzodani ko'rdi-da, aytishgan bo'lsa kerak, u ham otdan tushdi. U xotirjam bir joyda to'xtab, otdan tushib ko'rishaman deb o'ylagan bo'lsa kerak, harakatlaridan shoshib qolgani sezilib turardi. Bobur egilib borib, "Assalomu alaykum" dedi. Kichik xon yonidagi o'g'illariga shoshib buyurdi: "Otdan tushinglar, shahzoda bilan ko'rishinglar." Kichik xonning 13-14 yoshlar chamasidagi o'g'illari Sulton Saidxon va Boboxon sultonlar irg'ib otlaridan tushdilar va Bobur bilan quchoq ochib ko'rishdilar. Shu kecha qarindosh urug'lar uzoq suhbat qurdilar. Boshdan o'tgan issiq sovuqlar va bugunning tashvishlarini aql idrok yetganicha muhokama qilishgan bo'lishdi. Nima bo'lganda ham ayro tushgan mehrlar topishib,
bir-birlaridan bir dunyo bahramand bo'lishdi. Ertasi kuni Yag'mo degan manzildagi uchrashuvda kichik marosim bo'lib o'tdi. Kichik xon jiyani Boburga mo'g'ulcha rusumdagi tikilgan bosh oyoq kiyim, belbog', egarlik, zotdor ot ham hadya qildi. Shuningdek, mo'g'uliy bo'rk, sanchma tikan xitoyiy atlas to'n, eski rusumdagi chaqmoqtosh xaltali xitoyiy belbog', to'nning so'l yoqasiga xotin kishining yoqasiga osiladigan anbardon osilgan. O'ng tomoniga ham xuddi mana shunday 3-4 narsa osilgan ajoyib sovg'alar bilan Bobur siylandi. Shu taqdirlash tadbiri bo'lib o'tgandan so'ng ular Toshkentga qarab yo'lga tushdilar. Ularni katta xon Toshkentga kiraverishda tayyorgarlik bilan kutib turardi. Chodirlar tikilgan, katta chodirda katta xon o'tirardi. Kichik xon katta chodir qarshisidan yurib keldi. Yaqin kelgach otdan tushdi. Xonning chap qo'l tarafidan chodirni aylanib o'tdi. Ko'rishadigan yerga yetib turdi-da, xonga 9 marotaba egilib ta'zim qildi. Katta xon o'rnidan turib, bir-birlariga qarab yurdilar. Yetib kelgach, uzoq quchoqlashib turishdi. Kichik xon qaytishda ham 9 marotaba ta'zim qildi. Xon hurmatiga tortiq-tortish marosimi boshlandi. Xon katta xonga shunda ham ta'zim qilib turdi. Kichik xon ozroq kishi bilan kelib edi, deb eslaydi Bobur. Bor yo'g'i 1000 dan ko'p, 2000 dan ozroq kishi edi. Bobur mo'g'ulcha kiyimda kichik xon dadasi bilan birga kelarkan, bu kiyimda butunlay boshqacha ko'rinishda edi. Ulug' xon dadasi bilan turib, ularni kutib olayotgan qarindoshlar ichida uni tanimaganlar ham bo'ldi. Hatto doim birga yurgan maslahatchisi Hoji Abdul Makorim ham tanimasdan "Bular qaysi sultondirlar?" deb yonida turgandan so'radi. "U o'zimizning shahzoda Bobur mirzolar", dedi u. "Mo'g'ulcha libos rosa yarashibdi-a?" deb kulimsirab qo'ydi. Kichik xon katta xon bilan kelishdilar. Tambalning ustiga Andijonga lashkar tortadigan bo'lishdi. Qandarliq davoni orqali yo'lga tushdilar. Katta xon kichik xon va Boburni Ohangaronga yetganda tezroq yurishga undab o'zidan ayirdi. Dovondan oshganlaridan so'ng ular Zirkonda katta xonni kutib turishdi. Shu yerda ular qo'shilishib bir kun dam olishdi. Jami lashkarlarning hisobi 30 000 dan ziyod edi. Ular shu yerdaligida tambal lashkar yig'ib axsiga ketyapti degan xabar keldi. Xonlar kengashdilar-da, kengash shunga qaror qildi. Ya'ni Bobur askarlariga bir qancha askar qo'shdilar. U Xo'jand daryosidan o'tib, O'sh va O'zganga qarab yuradi. Bu yo'l bilan u yov orqasiga o'tadi. Boburga Qambarali va Sog'irbosh itarchini lashkarbegi qilib tayinlashadi. 10 000 dan ziyod qo'shin bilan Bobur yo'lga tushadi. Xo'jand daryosidan solda o'tishib, Qo'qon kubolarini qo'lga kiritishib, sahar vaqti O'sh qo'rg'oniga yetib borishadi. O'sh Boburga topshiriladi. Xalq tambaldan bezib ketgan edi. Shuning uchun Andijonning sharq va janubidagi tog' va tekisliklardagi ellar Boburga qo'shiladi. O'zgan qo'rg'onidagilar ham tobelikni ma'qul ko'rishib, Boburga odam yuborishadi. Bir necha kundan so'ng Marg'ilon eli ham Qo'rg'on begini urib haydashadi va Boburga qo'shilishadi. Andijondan boshqa qo'rg'onlarning bari Bobur ixtiyoriga o'tadi. Bobur Andijon qo'rg'onini ham tinch yo'l bilan qo'lga kiritishni o'ylaydi. Uning maqsadi behuda qurbonlik sodir bo'lmay, qon to'kilmasdan g'olib bo'lish edi. Shu o'y bilan u yarim kechasi O'shdan otlanib, bir guruh yigitlarni olib Andijonga qarab yo'lga tushadi.